Nima qilyapsizlar? Ey, to'xtanglar. Qo'yib yuboring, aka. Jinnimisiz-lar? O sen kimsan? Men yodgorman. Qayrat kursdoshiman. O'rtog'im bu. Bu seningizga hech qanaqa yomon ish qilmagan. Unga yomon niyati ham yo'q. Yo nomusini topdiganmi? Menga qaray, ukam. Meni ismim Aziz. Gap so'zingga qaraganda normalniy bolaga o'xshayapsan. Lekin men buning toza jonimga tegdi deb bor-ku. Yaxshisi bizning ishimizga aralashmagan. Xo'pmi? Menga qaranglar. Aka, agar mushtlashmoqchi bo'lsanglar, men tayyorman. Kaltakdan hali hech kim o'lmagan. Lekin urushib hech kimning shoxi ham chiqmagan. Agar singlingiz telefonni ko'tarmaganda hech narsa bo'lmasdi. Xo'p, хорошо. Bugunchalik bunga dars bo'ldi deb hisoblaymiz. Keyingi safar bundan battarini qilaman. Tushundingmi? Bo'ldi, boshqa telefon qilmaydi. Okey? Jasur ketdik.